Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 21-iyun tayyor va mayli. Tayyor bo'lgan va tayyorlanadigan do'konlarni video qilaman. Mana bu do'konimiz qayerdagi edi bu? Otabek Vijdon do'koni. Ular ham qayerlarnikidir? To'g'risi esimda yo'q. Ichkaridan tayyor do'konlardan boshlaymiz, xudo xolasa. Bu o'zimiz ofis. Xo'p. Mana seximizga kirish. Mana do'konlarning oynalari kelgan. Xo'p. Mana akfachilar yasayapti akfani. Bu yoqda ham mana o'zimizning mahallaga go'sht do'kon qilinyapti. Uni video qilaman ertaga. Mana bu reklamli listdan qilingan 7 go'sht do'konimiz ham. Xudo xolasa bu ham уже erta indinga tayyor bo'ladi, video qilaman. Bu ham aksiyaga chiqaraman, xudo xolasa. Bu ham arzonroq sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana bu do'konda video qildim, kuni ham. Bu to'g'risi esimda yo'q, zakaz juda ko'p. Bir 40 ta 50 ta zakazim bor, o'shaning uchun esimda turmaydi. Uzun bo'lmasa uzun yozib, o'zim chizuv qilaman bu zakazlarni. Bu ham juda ham chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Mana ko'rinishlari juda ham ajoyib. Ichlarini olmayman, o'tgan safar ham oldim. Bu Surxondaryoning do'koni 4-3, bu ham 100% tayyor. Xo'p, bu Buxoro Olot. Chunki Zafar akaniga adashmasam, bugun ham telefon qildi. Egasi shoshyapti, to'g'risi. Shu do'konni chiqarib yuborishimiz kerak 1-2 kunda ichida, xudo xolasa. Mana 7 ga 3, mokriga oq, juda ham ajoyib, ichlari ham chiroyli. Xo'p. Bu o'zimizning Pastdarg'om ko'chma uyimiz. Mana bu Mirzabek akaniki, hokim yordamchi bo'lib ishlaydi. Nimada? Toshkent viloyat, Toshkent shahar, Yunusobodga tayyorlangan. Bu do'konimizning ichini olaman, chunki bunda pirlavka bor. Mana pirlavka 4 qator, faqat orqaga qo'yib berdik. 2 qavat utepleniya qilib berdik buni. Juda ham ajoyib. Zamoylar yaxshisi. Xo'p, bunisi adashmasam Qashqadaryoning do'koni. Buni ham ertaga aniq qilib aytaman. Xo'p. Mana bu do'konimiz Jizzax viloyat Baxmaldiki. Bu bugun kechqurun, bo'lmasa ertalab. Uzoq bilan ertalab nasibsa chiqaraman. Mana ichki ko'rinishlari juda ajoyib. Hammasi endi 100%. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib chiroylarni qilib beraman. Kim sanadi nechta do'kon? Xo'p, tashqarida 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta do'kon. Uji tayyor 12 ta do'kon. Narki seximizda bu yoqdan ko'p, bu yoqdan. Bu yoqda ham gideta 20 taga yaqin, obshi bir 40 ta do'konimiz bor. Bemalol kelib ko'rib, tanlab olsanglar bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qassobxona zo'r chiqyapti. Ertaga video qilaman. Bitgandan, xudo xolasa. Yo erta yo indin. Naryoqda ham do'konimiz bor. Buni sanamabman. Qizil. Xullas, kimga do'kon kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beraman. Respublika bo'yicha kami 6-7 million arzon. Bemalol surishtirib, ham sifat bo'yicha, ham nima deydi? Narx bo'yicha bemalol katta gapirib ayta olaman. Ancha arzon, ancha sifat.